Har doimgidek xo'rozdan ham oldin uyg'onib oldim. Birinchi bo'lib erimni kofesini tayyorlashni boshladim. Judayam sovuq bo'lsa ham, ko'cha muzlab yotgan bo'lsa ham, har doim turmush o'rtog'im mana shunaqa muzdek kofeni ichadilar. Buni ishxonada yonlarida olib yuradilar va albatta ekonomiya uchun kofe qilib beraman. Uni sotib olmasliklari uchun turmush o'rtog'imni kofelari tayyor bo'ldi. Endi bo'lsa qizimni kiyintirishni boshlashim kerak, ovqatlantirib, albatta opalari bilan. Endi navbat Ra'noxonga. Xullas, bugungi peshshoni mana shulardan iborat. Qizil yubka va albatta ustidagi kardigani bu seti hisoblanadi. Shuni kiyaman deb turib oldi. Aslida men shim kiygizmoqchi edim ko'cha sovuqligi uchun, lekin qaysar qiz yubka kiyaman deb turib oldi. Qizimni chiroyli qilib kiyintirib turibman. Dadasi bo'lsa qizim bilan televizor ko'rib turibdi. Yoshligim esimga tushib ketadi Ra'noxonni ko'rsam. Ikki ko'zi televizorda xuddi menga o'xshab, men ham yoshligimda xuddi shunaqa edim. Kiyimlarini kiygizib bo'lgandan keyin albatta sochlarini chiroyli qilib tayyorlashga keldik. Sochlarini juda ham kalta emas, juda ham uzun ham emas. Bilasizlar, sochini qirqqanmiz, lekin yana o'sishni boshladi. Shuning uchun qattiqqina etib bitta qilib sochini yig'ib qo'yamiz. Chunki bog'chada o'ynayverib, dinkildayverib, sochlari tushib ketishi mumkin. Yana o'qituvchisiga azob bermasin, yana qiynab qo'ymasin deb sochlarini yaxshigina qilib, bitta qilib yig'ib qo'ydim. Qizim bo'lsa dars qilish bilan ovvora. Keyin bo'lsa Ra'noxonning sumkalarini tayyorlashni boshladim. Bittasi bo'lsa bog'cha sumkasi, bu bo'lsa karate, ya'ni taekwondo sumkasi, kiyimlarinigacha tayyorlab yuvib uti qilingan sumkasini ichiga kiyimlarini soldim. Perchatka ham yonimizda, bog'chasini ichiga bo'lsa to'shiragini solib qo'ydim, ovqatlanadigan va uyga vazifalarini ham ko'rib, hamma narsasi joy-joyidaligini bilib, ko'nglim xotirjam bo'lib, endi qizimni bog'chasiga yuborishga ketishga tayyorlansak ham bo'laveradi. Biz tayyor.